2024-yilda bitta she'r yozdim. Bu she'r 2016-15-yillardan ichimni tirnab keldi, ikki qator. 2024-yilga kelib tugatdim shu she'rni. Har doim ichimda o'qisam, o'sha she'rga qo'shilib o'zim yig'layman. 8-sinf edim chamasi. G'o'zapoya qalin, yura olmas edim. Maktab direktori qoyirdi har kun, chunki men normani tera olmas edim. Bir kecha paxtadan qochmoqchi bo'ldim. Zovurlardan meni ushlab oldilar. Burchakka turg'azib o'qituvchilarim galma-gal tepdilar, mushlab oldilar. Tongda direktorni olib ketishdi. Holing shu, dunyoga ziyo sochganlar. Sababini desam sinfkom dedi. Shu norma termaganlar, paxtadan qochganlar. Tepada bo'lganmish jiddiy selektor. Kimga o'rnagu andoza bo'pti. Direktorni qaytib ko'rmadik, ammo eshitdik, qishloqda janoza bo'pti. Bugun men ulg'aydim. Bugun qo'limda otamning puliga kelgan diplomim. O'zimcha kimdirlar bo'ldim, ammo men odam bo'lmadim. Negaki ta'lim yo'q. Bu o'tgan yillar kelajak qo'ynini puchga to'ldirgan. Allaqachonlar, kazolar ta'limni paxtada urib o'ldirgan. Besot Hamro 2024